Salom, psixiatriya modulidagi ikkinchi darsimizga xush kelibsiz. Ushbu darsimiz juda ham qiziq, sababi u aynan ego defenses haqida, ya'ni ego himoyalari haqida. Ego defenses haqida gaplashishdan oldin keling, aynan mana shu ego tushunchasini kim fanga kiritgan, shu haqida gaplashamiz. Freud psychology degan tushuncha bor, ya'ni aynan mana bu rasmdagi inson Sigmund Freud hisoblanadi va Freud mana shu psixologiya, psixiatriyani shakllanishiga juda ham katta hissa qo'shgan va u ong strukturalarini 3 ga ajratgan. Bular id, superego va ego. Keling ular bilan tanishib chiqamiz. Id bu desire, xohish, istak. Masalan, inson jihatdan oladigan bo'lsak, insonni tur, individga mos xohish istaklarini ko'rsatadi. Masalan, suv ichish, chanqash yoki yeb ichish yoki umuman hamma narsani xohlash, masalan, pulni xohlash. Hammasi mana shu idda belgilanadi. Va idni yana o'ziga xos jihati borki, o'sha zahoti o'sha narsa bajarilishini ta'minlaydi. Masalan, suv ichmoqchimi yoki biror bir ishni qilmoqchimi, o'sha zahoti paydo bo'lishini har qanday yo'l bilan xohlaydi. Superego esa bu societal rules morality, ya'ni jamiyatdagi qoidalar va insoniylik, vijdon deganiga to'g'ri keladi. Ya'ni biz nimani xohlasak ham jamiyatda ma'lum bir qoidalar o'rnatilgan va bizni vijdonimiz yo'l qo'ymasligi mumkin. Masalan, tasavvur qiling, vijdon tushunchasiga misol keltirib o'tamiz. Biror bir odam bilan urushdik, uni juda ham yomon ko'ramiz, o'ldirib qo'ymoqchi. Ya'ni ichkaridan g'azab shu darajadaki, id shu darajada xohlayaptiki, idimiz o'shani o'ldirishimiz kerak. Lekin bizni vijdonimiz qiynaladi, u inson nima bo'lsa ham, va ikkinchi jihatdan qoidalar mavjud, qonunlar mavjud. Agar unga shikast yetkazadigan bo'lsak, bizni o'zimizni jazolashadi. Uchinchi tushunchamiz ego esa mediator between id and superego, ya'ni aynan mana shu id va superegoni bir-biriga muvozanatda mediator sifatida saqlab turuvchi narsadir va aynan mana shu narsa bizni menimizni beradi. Men, ya'ni insonni inson qilib turgan narsa aynan ego. Superego tushunib oldik, jamiyatdagi qoidalar hamda insoniylik, vijdon. Id esa insonni tur sifatida yoki insonni o'zi bo'lib yashab qolish uchun kerak bo'lgan ehtiyojlarga bo'lgan xohish, istak. Ego esa mana shu ikkalasini bir-biriga moslashtirib turadi. Ya'ni biz pul kerak, bankda bor, bankdan kirib shunday o'g'irlab olishimiz ham mumkin, lekin qoidalar o'rnatilgani uchun biz buni qilmaymiz. Aynan mana shu idni, istaklarini pasaytirib, yo'q, bu yoqda qoidalar bor, vijdon yo'l qo'ymaydi deb pastlatib turuvchi narsa egodir. Aynan mana shu muvozanatga solib turish paytida ego juda ham katta qiyinchiliklarga uchraydi. Ya'ni bu yoqda xohish, istak bor, bu yoqda jamiyatdagi qonunlar, vijdon bor va buni muvozanat qilib turish juda ham qiyin. Va aynan shuni hisobiga ham mana shu egoni, menimizni shikastlanib qolmasligi, zarar ko'rmasligi uchun ego defenses, uni himoya qiluvchi ong osti tuzilmalari paydo bo'lgan bor. Bu nima? Adjustment in reality perception, ya'ni reallikdagi o'zgarishlar. Ko'pi unconscious bo'ladi, ya'ni ong osti bo'ladi, lekin bir necha turlari bor, yetuk turlar deb ataymiz. Ular conscious, insonni ongiga bog'liq ravishda bo'ladi. Va aynan mana shu ego defenses resolve, manage conflict between id and superego, ya'ni id va superego orasidagi konfliktlarni to'xtatadi, bir muvozanatga keltiradi. Va anxiety, stress va shunga o'xshash noxush holatlarni yengillashtiradi, kamaytiradi va stressful holatlarga insonni, menimizni moslashtirib beradi. Keling mana shu immature bo'lgan ong ostidan chiqadigan ego defenslardan birinchisi acting out haqida gaplashamiz. Acting out bu emotsiyalardan bad behavior, ya'ni yomon xulq-atvor orqali himoyalanishdir. Bu bo'lishi mumkin socially inappropriate behavior, ya'ni jamiyat qoidalariga mos kelmaydigan xulq-atvor ko'rsatish yoki attention seeking, e'tibor qidirish bo'lishi mumkin. Masalan, tasavvur qiling, bitta bolani ota-onasi
sick ya'ni kasal, og'ir kasallik bilan kasallangan, oilada doim borsa otasini yoki onasini kasalligini ko'radi va natijada undan siqiladi va maktabga kelgandan keyin boshqa bolalarga nisbatan qo'pol muomalada bo'ladi. Ya'ni uydagi stress bilan bu yoqqa maktabga kelib turib, ularga zahrini sochadi. Aynan mana shu narsani biz acting out deb ataymiz. Yoki bo'lmasam ikkinchi misol, adolescent engages in promiscuous sex during parents divorce, ya'ni ota-onasi ajrashayotgan o'spirin atrof muhitdagilar bilan turli xil buzuq holatdagi ishlarni qiladi va mana shu holat ham ota-onasini ajrashishiga nisbatan agressiya, acting out holati va bu jarayon orqali o'zini egosini himoya qiladi. Ikkinchi immature defense mexanizmlaridan biri bu denial. Denial bu inkor etish. Refusing to accept unpleasant reality, ya'ni o'ziga yoqmagan narsani deny qiladi, inkor qiladi, qabul qilmaydi. Masalan, patient thinks doctor is wrong about diagnosis. Bu qachon bo'ladi? Ya'ni bemor aytadiki, doktor noto'g'ri tashxis qo'ydi, tashxisga ishonmaydi, laboratoriya natijalariga ishonmaydi. Masalan, ko'pchilik rak kasalligi yoki og'ir kasallikka chalingan bemorlarda mana shu holat kuzatiladi. Ya'ni o'zida rak kasalligini tashxisi qo'yilganini, hamma tashxislar tasdiqlab turganini bilishiga qaramasdan ularga ishonmaydi va shunga ko'ra mana men juda ham sog'lomman deb turib o'ziga full schedule bilan 24 soatga bo'lingan jadvallar yaratadi, ishlashda davom etadi va yoki bo'lmasam kardiovaskular, yuragingizda masalan shunaqa tromb bor, yurak koronar arteriyalarida deb bemorga tashxis qo'yilgandan keyin bemor aytadi, mana men 20 ta argimaniyani zo'r qilaman, men baquvvatman, bu narsa bo'lishi mumkin emas deb inkor qiladi. Yoki heavy drinkers believes she drinks social, ya'ni juda ham ko'p ichadigan alkash odamlar ba'zilari aytadiki, men ichganimda o'zimni yo'qotib qo'ymayman, men shunchaki o'zimni me'yorimda bilaman, kam ichib yuraman, o'zimni yo'qotib qo'ymayman degan gaplar bilan shu o'zini mana shu holatdaligini inkor qiladi va o'zini egosini shu orqali himoya qiladi. Navbatdagi ego defense bu displacement. Displacement directing emotions to another person, ya'ni o'zidagi emotsiyalarni boshqasiga yo'naltirish, ya'ni bo'lishi mumkin. Misol qilib aytamiz, patient angry at doctor after injury. Ya'ni bitta bemor jarohat oldi, masalan avtohalokat bo'ldi, avtohalokat natijasida uni oyog'i sindi va oyog'i singandan juda ham xafa, sababi ertangi kuni juda ham uzoqqa borish kerak yoki bo'lmasam futbol o'ynash kerak edi, ya'ni professional futbolchi va juda ham jahli chiqqanidan o'zini davolayotgan doktorga nisbatan qo'pol muomalada qiladi yoki sal og'riq bo'lsa ham doktorga juda ham qattiq shikoyat qiladi va aynan mana shu narsani biz displacement, ya'ni yo'nalishni burilishi deymiz. Bu yoqda injury, ya'ni shikastlanishdan egoga, ya'ni menimizga stress tushyapti. Stress va bu stressni yo'qotish maqsadida to'g'ridan to'g'ri mana bu shikastlovchi omilga nisbatan qarshilik qila olmaydi, shikastlanib bo'lgan va shuni hisobiga bu yoqdagi odam doktorga qo'pol muomalada qilib o'zini egosini himoya qiladi. Navbatdagi himoya mexanizmi turi bu dissociation. Dissociation bu detachment from reality ga to'g'ri keladi, ya'ni reallikdan uzilish. Bu ko'pincha triggering event, ya'ni juda ham kuchli stress hosil qiluvchi omillardan keyin, masalan rape, zo'ravonlikdan keyin yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni zo'ravonlik paytida inson aytadiki, men tanamdan xuddi ajralgandek bo'ldim, hech narsani his qilmadim deydi va bemorda o'zini turishi flat effect bilan bo'ladi, ya'ni hech qanday emotsiyasi bo'lmaydi. Va bu paytda dissosiatsion holatlarda bemor track of time, ya'ni vaqtga bo'lgan reallikni yo'qotishi mumkin, ya'ni vaqtni qachonligini anglay olmay qoladi. Hech narsani mana shu to'g'ri aytib bera olmaydi va aynan mana shu holatni biz dissosiatsiya deb ataymiz. Navbatdagi tur repression. Repression bu motivated forgetting, ya'ni motivatsiyaga asoslangan unutish. Va bu ko'pincha biror bir xotirani yoki faktni unutish haqida bo'ladi. Masalan, tasavvur qiling, difficult period of childhood, ya'ni biror bir bemor inson yoshligida juda ham qiyinchilik bilan o'tgan, lekin kelgusida hayoti yaxshilanib ketgandan keyin mana shu paytlarni umuman unutib yuboradi, umuman eslay olmaydi. Va mana shu holatda aytishimiz mumkin. Bu Freud tomonidan tasvirlangan birinchi ego defense mexanizm hisoblanadi va aynan mana shu holatni yuzaga kelishiga sabab inson o'zidagi guilt,
ya'ni javobgarlik hissi o'zidagi stressni yo'qotish maqsadida ong ostiga bog'liq bo'lgan mana shu xotiralarni repressiya qiladi, bostiradi, faktlarni unutadi. Buni faqatgina bu bolalikdagi holatlarni unutish emas, balki ba'zi bir og'ir holatlarni qilgan, jinoyat qilib qo'ygan odam ham kelgusida ancha vaqt o'tgandan keyin mana shu narsani unutib yuborishi mumkin. Sababi ong osti insonni egosini, menini qiynalmasligini xohlaydi va shuni hisobiga o'sha xotiralarni o'chirib yuboradi. Navbatdagi ego defense bu fixation. Fixation so'zi qotib qolish degan ma'noni anglatadi va bu psixologiyada failure to develop beyond the childhood growth state, ya'ni bolalikdagi bo'lishi kerak bo'lgan narsani keyinchalik yo'qolib ketishi kerak bo'lgan narsani qolib ketishi, fiksatsiya bo'lib qolishi. Masalan, oral fiksatsiya ko'pchilikda uchraydi, ya'ni stuck in oral phase, thumb sucking, eating, chewing pencils, ya'ni insonlarda mana shu bosh barmog'ini so'rishi yoki yeyotganda qandaydir bir chapillatib yeyishga o'xshash yoki chewing pencils, ruchkasini, qalamini juda ham ko'p chaynaydi. Mana shu holatlar bolalikdan qolib ketgan fixation holatlari hisoblanadi. Ya'ni stressli vaziyatlarda egoni himoya qilish uchun insonlarda shunaqa vaziyat yuzaga keladi, yoki misol qilib aytishimiz mumkin, adult lives with mother and depends on her. Ya'ni yoshi katta inson o'zini yoshi katta bo'lishiga qaramasdan onasi bilan yoki ota-onasidan biri bilan yashaydi va unga juda ham bog'liq, usiz boshqa ish qila olmaydi. Bu fiksatsiya deb ataladi. Aynan mana shu holatni bizni mentalitetimizdagi holatdan farqlab olishimiz kerak. Masalan, o'zbek oilalarida masalan doimiy ota-ona bilan yashash mumkin va bu ularga hurmat, mehribonchilik ko'rsatish jihatidan va mana shu farzand o'zini o'zi bemalol eplaydigan bo'ladi, lekin bu fiksatsiya holatida esa o'zini o'zi eplolmaydi. Juda ham ota-onasiga, onasiga yoki otasiga bog'liq bo'lib qoladi va mana shu holatni biz fiksatsiya deb ataymiz. Navbatdagi ego defense bu idealization, ya'ni hamma narsani ideallashtirish. Emphasizing positive thoughts, memories and de-emphasizing negative thoughts and memories. Ya'ni biror bir narsani to'lig'icha yaxshi deydi, uni ideallashtiradi va negativ jihatlarini, negativ xotiralarini unutib yuborishga, eslamaslikka harakat qiladi. Bu ko'pincha yoshlikdagi xotiralar bilan bo'ladi. Masalan, our family vacations were always amazing. Ya'ni bizni oilaviy sayohatlarimiz juda ham zo'r bo'lardi deb yoshi katta bo'lganda eslab o'tiradi. Yoki bo'lmasam, yoshi katta bo'lganda insonlar doim yoshligini yaxshi xotiralar bilan, urushgan paytlarini ham yaxshi edi, zo'r edi deb ideal holatda aytib beradi. Hech qanday kamchiliksiz o'tgan va qo'yingki aslida yoshligida juda ham to'lig'icha shunaqangi hamma narsa yaxshi bo'lmasdan, balki urushlar bo'lgan, janjallar bo'lgan yoki mana shu vacation, dam olishga borganda ham qandaydir challenge'larga yuz bergan, masalan bo'lishi mumkin, mashinalari o'chib qolgan holat bo'ladi. Lekin buni uzoq vaqt o'tgandan keyin inson yo'q, hammasi zo'r bo'lgandi, bu narsalar bizni asabimizga tegmagan, stress olib kelmagandi deydi va ideallashtirish orqali egosini himoya qiladi. Navbatdagi ego defense turi bu identification. Identificationni oddiy eslab qolish uchun biror bir insonga taqlid deb tasavvur qilsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda aytyapti mimicking behavior of someone else. Biror bir insonni qiladigan odati, xarakterini o'ziga ko'chirib yuboradi. Bu pozitiv bo'lishi ham mumkin, negativ bo'lishi ham mumkin. Masalan, misol uchun aytib o'tib ketaman. Biror bir student o'zini yoqtiradigan, ya'ni ustozini, shifokorni qiladigan harakatini o'ziga ko'chiradi. Klassik misol, ya'ni med student o'zini stetoskopini bo'yin atrofiga tashlab yurishni yoqtiradi, lekin uni ustozi cho'ntagiga solayotganini, doim cho'ntagida yurishini ko'radi va shundan keyin bo'yniga tashlab yurmasdan doimiy qilmay, xuddi ustoziga o'xshab taxlab cho'ntagiga solib yurishni odat qiladi. Yoki negativiga misol, child behaves like school bully with little sister, ya'ni birorta bir bolani maktabda o'zidan kuchli bo'lgan, maktabda Karola deganga o'xshagan biror bir bola bor va uni xarakterini o'ziga ko'chirib, uyga kelganda ukalari bilan, singlisi bilan shunaqa muomala qiladi, xuddi o'zini ulardan ustun tutib, mana shu maktabdagi holatni o'ziga ko'chirib yuboradi. Intellectualization bu mana shu emotsiyalardan reasoning, sabablar orqali qutulishdir. Masalan, spouse going through divorce cites divorce statistics to friends to avoid admitting sadness. Ya'ni biror bir shu ajrim ketayotgan paytda er yoki ayol
mana shu davrdagi ajrashishlar ko'pligini o'zini dugonalariga yoki sheriklariga aytib, o'zini himoya qilishga, o'zini xafaligini yashirishga harakat qiladi. Vaholanki bu ong osti, ya'ni bu yerda faktlar muhim. Bo'layotgan yomon hodisa uchun doim bir fakt sabab qilib ko'rsatiladi va biz buni intellectualization, ego defense deb ataymiz. Isolation bu izolyatsiya qilish, ya'ni ajralish. Bunda distressing memory event izolyatsiya bo'lib qoladi va aynan mana shu biror bir event bo'layotgan voqeaga bog'liq bo'lgan emotsiyalar insondan o'chib qoladi. Masalan, biror bir rape, ya'ni zo'rlangan bemor yoki inson bilan gaplashganda u bo'lgan voqealarni xuddi hissiz, biror bir emotsiyasiz gapirib beradi. Va mana shu holatni biz izolyatsiya deymiz. Ya'ni inson o'zini hissiyotlarini, o'zini egosini mana shu hissiyot qismini o'chirib qolish orqali himoya qilyapti. Navbatdagi himoya mexanizmi turi bu passive aggression. O'z nomi bilan ko'rinib turibdi. Bu yerda agressiya to'g'ridan to'g'ri emas, balki passiv bo'ladi. Masalan, biror bir gap eshitgan xodim o'zini boshlig'idan xafa va lekin boshlig'iga to'g'ridan to'g'ri gap qaytara olmaydi, ishdan haydalib ketishi mumkin. Shuni hisobiga doimiy ravishda ishga kech keladi yoki boshlig'ini aytgan ishini doim chala bajaradi, ya'ni passiv agressiya qiladi. Yoki bo'lmasam husband uncooperative with wife because he is mad, ya'ni oilada konflikt yuzaga kelsa, ayol orasida ikkalasidan biri ham arazlab ikkinchisiga passiv agressiya qiladi, nimalarni gapirmaydi, kamgap bo'lib qoladi, o'zini olib qochadi. Ya'ni mana shu holatni biz to'g'ridan to'g'ri urushish, agressiya emas, passiv agressiya deb ataymiz va bu egoni himoya qilishga qaratilgan bo'ladi. Projection yoki projection. Ushbu holat o'zidagi emotsiyani, inson o'zidagi hissiyot va emotsiyani boshqalarga to'nkashtiradi. Masalan, cheater accuses a classmate of cheating of him. Ya'ni biror bir odam o'zi mana shu qo'pollikni qilyapti yoki o'zi cheat ishlatyapti va o'zini do'stini yoki boshqasini aynan shu ishni qilayotganlikda ayblaydi. Va buni biz oilada misol qilib keltirishimiz mumkin. Ya'ni agar ayoliga xiyonat qilayotgan bo'lsa, o'zi o'ylaydiki, ong ostida ayolim menga xiyonat qilyapti deb borib ayoli bilan urushadi. Mana shu holatni biz projection, ego defense deb ataymiz. Navbatdagi defense turi rationalization, ya'ni ratsionallashtirish. Bunda distorting events so outcome is positive, ya'ni natija yomon bo'lishiga qaramasdan uni distort qiladi, ratsionallashtiradi va shuni hisobiga bo'layotgan salbiy narsani ham ijobiy deb qabul qiladi. Masalan, I'm glad I got fired, I needed a change. Masalan, ishdan haydalib ketgan odam boshlig'i topshiriqni vaqtida qilmagani yoki boshqa sababga ko'ra ishini olib qo'ydi va u inson chiqadida xafa bo'lishi kerak, lekin uni ego defense, rationalizationi o'zini egosini himoya qiladi va u inson do'stlariga aytadiki, o'zi bu ishdan zerikkandim, o'zi menga yangilik kerak edi, ishdan haydalib ketganim yaxshi bo'ldi, endi o'zimni sinab ko'rishim mumkin deb ratsionallashtirib egosini himoya qiladi. Navbatdagi ego defense turi bu reaction formation. Reaction formation bu o'zi insonga yoqmagan holatga nisbatan umuman uni qarama-qarshisi bilan javob berishdir. Masalan, o'zini xo'jayinidan juda ham qattiq gap eshitgan xodim unga juda ham yaxshi muomala qiladi, ya'ni qisqacha qilib aytganda paxta qo'yishi. U ong ostidan kelyapti, ya'ni gap eshitgan uni yomon ko'radi, lekin uni oldida o'zini juda ham yaxshi tutadi. Yoki bo'lmasam, o'gay ota-ona farzandini yomon ko'radi, u o'gay, lekin u o'sha bolaga juda ham o'ta ketgan g'amxo'rlik qilish orqali o'zini mana shu xohlamagan hissiyotlaridan xalos bo'ladi. Mana shu holatni biz reaction formation deb ataymiz. Navbatdagi ego defense turi bu regression. Regression bu regressiya, ya'ni ortga qaytish. Mana shu stressli vaziyatda insonni o'zini yoshligida qiladigan holatlariga, odatlariga berilishi. Masalan, stressed adult watches cartoon from childhood. Ya'ni juda ham stressga tushib qolgan inson telefonini oladi yoki televizorni ochadi, yoshligida ko'rgan yoqib
tomosha qilgan multfilmlarni ko'rishni boshlaydi yoki bo'lmasam sick adult wants parent to stay in hospital with them, ya'ni biror bir yoshi katta inson kasal bo'lib qoldi, gospitalda qolishi kerak, lekin mana shu paytda regressiya, ego defense bo'ladigan bo'lsa, biror bir otasi yoki onasini u bilan kasalxonada qolishga undaydi, kimdandir g'amxo'rlik tutadi va mana shu holatni biz regressiya, bolalikka qaytish deb ataymiz. Ushbu holatni fiksatsiya bilan farqlash kerak. U ham mana shu bolalikdagi xulq-atvoriga, o'zini tutishga bog'liq, lekin fiksatsiyada o'sha narsa fiks bo'lib qolib ketadi, ya'ni doimiy bo'ladi. Regressiyada esa bu narsa yo'qolib ketgan, inson yetuk bo'ladi, lekin faqatgina shunaqangi stress vaziyatlaridagina o'sha holatga qaytadi. Navbatdagi ego defense turi bu splitting. Splitting ajralish degan ma'noni anglatadi, ajratish. Va bunda aynan mana shunaqangi ego defense qiladigan insonlar hamma narsani teng ikkiga ajratadi. Biror bir narsa yo to'lig'icha yomon yoki to'lig'icha yaxshi. O'rtacha narsa bo'lishi mumkin emas yoki bitta insonda, bitta narsada ham yaxshi ham yomon xislatlar bo'lishi mumkin emas. Tasavvur qiling, patient likes her doctor but hates nurse. Ya'ni bitta bemor bor, u o'zini shifokoriga juda ham yaxshi muomala qiladi, uni juda ham yaxshi deydi. Meni shifokorim dunyodagi eng yaxshi shifokor, u juda ham aqlli, kelishgan, yaxshi gapiradi, menga zo'r g'amxo'rlik qiladi deydi-da. Boshqa doktorlarni, boshqa hamshiralarni hech qaysisini yoqtirmaydi, ular juda ham yomon, qarashni bilmaydi degan shikoyatlar bilan qiladi. Bu ko'pincha borderline personality disorder bor bemorlarda, insonlarda ko'pincha uchraydi. Aynan mana shu ego defense turi. Bu personality disorders haqida boshqa mavzuda gaplashib o'tamiz. Biz yuqorida sizlar bilan ong ostiga bog'liq bo'lgan, yetuk bo'lmagan ego defenselar haqida gaplashdik va bu yog'iga sizlar bilan yetuk, mature bo'lgan ego defenselar haqida gaplashamiz. Ulardan biri sublimation. Sublimation bu negativ emotsiyalarni pozitiv yo'lga alishtirish, pozitiv yo'l bilan ko'rsatish. Masalan, aggressive bola, aggressive person becomes a boxer, ya'ni janjallashni, urushni yaxshi ko'radigan, qoni qaynoq yoshligida shunaqangi bolalar sportga qiziqib boksyor bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'zidagi mana shu jahl, urushga moyillikni sport yo'lida, yaxshi yo'lda ko'rsatyapti va u muvaffaqiyatga erishishi mumkin. Aynan mana shu holatni biz sublimation deb ataymiz. Navbatdagi ego defense turi bu altruism. Altruism bu practice of concern for others, ya'ni boshqalar uchun qayg'urish va bu yerda hech qanday o'ziga manfaat tutmaydi va bu narsa caring for others to reduce stress anxiety, ya'ni inson o'zidagi stressni kamaytirish maqsadida boshqalarga yaxshilik qiladi, ular haqida qayg'uradi. Bu yerda hech qanaqangi praktikal foyda o'ziga olmaydi. Masalan, mafiya bossni keltirishimiz mumkin. U juda ham ko'p odamlarni o'ldirgan, ko'pchilikka yomonlik qilgan va mana shu o'zidagi stressni, o'zini vijdonini qutqarish maqsadida turli xil charitylarga, ya'ni kasalxonalarga yoki mehribonlik uylariga katta miqdorda xayriyalar qiladi. Yoki bo'lmasam, misol uchun cancer survivors help others with the same disease, ya'ni o'sma kasalligi bilan chalingan insonlar ushbu kasallikdan qutulgandan keyin atrofdagi boshqa o'sma kasalligi bilan kasallangan insonlarga yordam bergisi keladi. Yoki ushbu rasmda o't o'chiruvchini tasvirlagan. Tasavvur qiling, bitta oila bola yoshligida uy yonib ketgan va o't o'chiruvchilar kelib uni qutqargan. Mana shu paytda o'zida shunaqangi hissiyot bo'ladiki, meni o't o'chiruvchilar qutqarib qoldi, men ham kelajakda shunaqangi insonlarga g'amxo'rlik qilib, aynan o't o'chiruvchi bo'laman degan fikrlar paydo bo'ladi va mana shu narsalar hammasi altruism, ego defense hisoblanadi. Navbatdagi mature ego defense bu suppression, ya'ni suppression bu bostirish. Bu bostirishni farqi yuqorida aytganimizdan conscious bo'ladi, ya'ni ongga bog'liq, mature, yetilgan ego defense turidir. Bunda har qanday stressli vaziyatdan qutulib ketish uchun inson intentionally, ya'ni ongga bog'liq bo'lgan holatda aniq maqsad asosida shu stressful vaziyat haqida o'ylamaslikka harakat qiladi. Masalan, I'm not going to think about that now, ya'ni biror bir janjalli, stressli vaziyatga tushib qolgan inson uni eslamaslikka harakat qiladi, o'zini do'stlari bilan gaplashadi, chalg'itadi va bu suppressiya deb ataladi va yetuk ego defense turi. Inson o'zini egosini qiynalishdan, konfliktni yechish maqsadida suppressiyadan foydalanadi. Humor bu relief of anxiety with jokes, laughter, ya'ni o'zidagi stress vaziyatdan
kulgi orqali, turli xil yumorlar qilish orqali qutulishdir. Masalan, medical students jokes about board studying, ya'ni masalan imtihonlarga yaqin yoki judayam ko'p o'qib stressga tushgan med studentlar mana shu imtihonlar haqida, o'zlarini ustozlari haqida bo'layotgan vaziyatlar haqida, stressli vaziyatdan qutulish uchun ko'p hazillar qiladi. O'sha narsalarda kulish orqali o'zidagi stressni yo'qotadi. Yuqorida sizlar bilan 20 ga yaqin ego defense turlari haqida gaplashdik. Bularning orasida mature, ya'ni ong ustiga bog'liq bo'lgan yetuk ego defense turlari bular: sublimation, altruism, suppression hamda humor hisoblanadi. Ya'ni mana shu 4 ta ego defense turi insonning ongiga bog'liq holatda aniq maqsadga yo'naltirilgan ravishda paydo qilinadi.